Mudofaa sohasi uchun 40 dan ortiq yangi o'zbekcha atamalar jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Bu tashabbus atamalar komissiyasi hamda O'zbekiston Fanlar akademiyasi huzuridagi tilshunos olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u davlat va harbiy sohada milliy til mavqeini mustahkamlashni maqsad qilgan. Mazkur atamalar tasodifiy emas. Ularning bir qismi yillar davomida chet tillarda ishlatilib kelgan tushunchalarga aniq va lo'nda o'zbekcha muqobil sifatida taklif etilmoqda. Yana bir qismi esa qadimiy turkiy manbalardan qayta tiklanib, bugungi zamonaviy harbiy ehtiyojlarga moslab jonlantirilgan. Bu o'tmish va bugun orasidagi uzviy bog'liqlikdir. Masalan, jangovar harakatni ifodalovchi ataka endi o'z ruhiga mos hamla so'zi bilan, himoyani anglatgan blokada so'zi esa qamal bilan ifodalanmoqda. Askar hayotini saqlovchi vositalar ham begona atamalardan xoli qilinib, branjilet o'rniga zirh-nimcha, protivgaz o'rniga esa gaz niqob, kaskani dubulg'a, furashkani bork deyish taklif etilmoqda. Jang maydonidagi tushunchalar: trevoga o'rniga bong, okop va transheya o'rniga xandaq, diversant o'rniga qo'poruvchi, fortifikatsiya so'zi o'rniga esa istehkom kabi so'zlar xalqimiz tafakkurida allaqachon mavjud bo'lgan ma'nolarni qayta tiklayapti. Bu o'zgarishlar faqat lug'atni boyitish uchun emas, ular askar, zobit va jamiyatning harbiy tafakkurini o'z ildiziga yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Chunki inson o'z tilida fikrlaganida tushuncha chuqurlashadi, mas'uliyat kuchayadi, mazmun aniq bo'ladi. Davlat tili faqat hujjatlarda emas, eng mas'uliyatli tizimlarda ham sof shaklda bo'lishi kerak. Mudofaa sohasi esa bunga eng munosib maydon. Siyosiy yangiliklar, milliy tafakkur va jamiyat hayotidagi eng muhim jarayonlar tafsilotini Milliy tiklanishning rasmiy sahifalarida kuzatib boring.